Akalar sutqo'zchalardan so'ragan obunachilarimiz. Bu ganda nasib bo'lsa akalarim sizlar uchun akalar martda boshlanadiganday qo'z sezonni ertachiroq sizlar uchun boshlab yubordik. Ko'pchilik so'rayotdi. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib kelganmiz. Xo'p, akalarim Oqtosh qishlog'ida Bahriddin akamiz oldiga keldi akalar. Akalar ko'rib olamiz, xudo xolasa mana shunaqa sutqo'zchalardan so'ragan obunachilarimiz uchun akalar mana bemalol bahosini berib qo'yasizlar. O'zi yemga kirgan yaxshi qo'zchalarimiz akalar bor. Xudo xolasa kelib bemalol savdosini bitirib ketaversanglar bo'ladi. Puli yengil joydan aka ko'rsating, xudo xolasa qo'z sezon qachon boshlanadi aka? Qo'zchalardan ko'rsating. Nasib bo'lsa deydiganlar uchun akalar xudo xolasa mana akamiz olib kelibdilar. Xudo xolasa shularni bugungi videomizda qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bahriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamasizmi? Yaxshi, alhamdulillah. O'zingizlar? Xudo xolasa mana nihoyat qo'z sezon boshlab berdingiz. Ha, boshlandi qo'z. Yo, xudo xolasa dars yaxshi ketadi nasib bo'lsa. Nasib. Gapi, necha bosh olib keldingiz? Bu yerda 21 dona. 21 dona akalarim, xudo xolasa mana sutqo'zchalarimiz keldi akalar. Ko'ra olaveramiz. Bular endi aka yoshqana necha oylikdan necha oylikgacha? Bu yerda 1 oylik ham bor, 3 oylik qo'zi ham bor-da. 1 haftalik va 2 haftalisi ham bormi deyman, sal kichkina. 2 haftalik emas, shu ham 3-haftaga o'tgan. 3-haftaga o'tgan akalar. 15 kundan katta-da. Aha, endi shu paytgacha xudo xolasa onasining tayida o'ynab yurgan, ozgina sut ichganmi? Yo'q, onasini to'yib yem kelgan. Hozir beraydi, yemaydi bular. Yemga kirgan. Hammasi yemga kirgan. Birontasiga bakalashgan ko'tarib sut bermaydi bunga. Yo'q, mashallah, mana ko'ra olaveramiz. Bittalar ko'ra olamiz akalar. Sifatini ko'rib olaversin. 21 ko'rsatib, ushlab, uni bittalab uni mana 3 oylikgacha bor ekan akalar. Qo'zchalarga e'tibor beramiz. O'zi yemga kirgan. Bori ko'rinib turibdi, uni maqtagan foydasi yo'q. Aha. O'zlari ko'rib olsa. Bittalar ko'ra olaveramiz. Bu nechtasi qo'chqorcha, nechtasi urg'och aka? Buni 8 tasi urg'ochi, qolgan hammasi qo'chqor. 8 tasi urg'ochi. Bittalab ko'rib oladi. Qolgani hammasi qo'chqor. Sariqlar qanaqa qo'chqor urg'ochi? Sariqmi? Sariq qo'chqor. Sariq qo'chqor akalar. Ko'ra olaveramiz. Bittalar bahosini berib qo'yarasiz akalar, qo'chqorlar mana. Bo'lmasa sovunlari, hamma narsaga garantiyalari bor olamiz akalar. Mana bemalol ko'ra olaveramiz. Bitta ko'r bahosini berib qo'yinglar. Mana shular ham qo'chqorcha mana. Bu ham qizil ham, qashq ham sifatini bir ko'rsin-da qo'zi. Ko'ryapsanmi qo'zini? Ko'ra olaveramiz akalar. Mildiraganda. Bitta yurgizib qo'yaylik-qa. Yurishlariga baho berib qo'yaylik. Bo'la, mana biri yurgizsin. Bir ayda qo'zlar. Ha, katta qo'zchalari ham bor. Endi aka buni narx-navosini ayting, buni kelishtirib aytavering. Qaytarmiz-da. Narxi 2 million 700 dan bersin, 3 million deyotmaymiz uni. Xayri qanaqa bo'ladi? 2,5 milliondan nima deymiz? Olib ketaversin. 2,5 ga o'zi maydasini ham bermasa kerak buni. To'g'ri, maydasi ham bor, kattasi ham bor akalar. 3 millionlik, 3 milliondan oshiqli ham bor ekan. 3,5 oladiganlari ham bor. Men qarang, o'rta hisobda bitta kelishtirib 2 million 700 emas, ozgina xayrini o'tib aytib bering, necha pulga beramiz? Bo'pti, 50 ming so'm o'tib beraman xarajatiga. 50 yarashami? 100 o'taydi, qanday bo'ladi? Yo'q, 50 ming so'm xarajati o'tib beraman mayli. Men qarang, 2 million 600 dan qo'yaylik aka shuni. 2 million 650 dan demak qimmatli qiladim. 2 million 600 dan qo'yaylik, xudo xolasa endi puli yengilroq variantini olsin. Olsin mayli 2 million 600 dan bir joyga olgan. Dastavkasini o'zlari qilib oladi. Aha. Agar kelsada masalan, aka mana shu ikkita maydangizni bering, ikkita sal kichkinarog'ini bering desa 2 million 600 dan ham arzon bo'ladi. 6 ta maydasi bor. Olganlarga 2 million 300 mingdan beraman. Agar maydani olaman desanglar 2 million 300 dan, agar o'rtanchasini olaman desa 2,5 dan tanlashlaringizga qarab. Agar kattasini olaman desa 3 million shunaqaroq bo'ladi. Shunda. Akalar, ba'zan tanlashni nomerlarni qoldirib qo'yaman. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkani o'zlari qilib olaveradi. Men qarang, 2 million 600 dan hammasini olganga bepul olib borib beraman. Dastavka bepul bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab. Yo'q, Samarqandgacha. Samarqand. Hammasini olganga. Aha. Bo'ldi. Akalar, pastda Bahriddin akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Xudo xolasa bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'zini akalar sezon qachon boshlanadi? Arzonroq joydan ko'rsatib o'ting deydiganlar bor edi. Mana bemalol telefon qilaverasizlar akalar.